2000-yil 14-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni asosida O'zbekiston Respublikasi Xalq baxshisi unvoni ta'sis etilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Xalq baxshisi faxriy unvoni baxshichilik san'atini yanada rivojlantirishdagi, milliy qadriyatlarimizni e'zozlash va o'zbek xalq og'zaki ijodiyotini keng targ'ib etishdagi, o'z ijodi va ijrochilik faoliyati hamda xalqimizni, ayniqsa yoshlarni ko'p ming yillik madaniyatimiz sarchashmalaridan bahramand qilishdagi hamda vatan istiqloli va shon-sharafini ulug'lash yo'lidagi salmoqli qissalarini O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini rag'batlantirish maqsadida ta'sis etilgan. Mamlakatimizda boshqa san'at turlari kabi baxshichilik san'atiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Biz yashab turgan zamin qadimiy makon bo'lib, ajdodlarimiz tomonidan eng qadimiy san'at namunalaridan keng foydalanilgan. Insoniyatning dastlabki musiqiy san'ati baxshichilik hisoblanadi. Yurt kezib yigitlar va bobolarimiz o'z ruhiy olamidagi kechinmalari, armonlari, orzu-umidlari, turli janglar xotiralarini kuylaganlar. Ularni baxshichilar deb atashgan. Baxshilar dostonlar, termalar, aytishuvlarni yodda saqlaganlar. Ushbu qadriyat nomoddiy meros sifatida sulolalarga, shogirdlarga o'tkazilgan. Bu an'ana hozirga qadar saqlanib kelmoqda.